Mana akalar. Juda ona bo'g'oz so'luqlarimiz akalar. Xo'sh, bittasi ektish, bular ikkalasi 4 dan akalar. Mana. Xudo xolasa bo'g'oz dumbalari tik dumba mana. Bo'ylari 77, 78 shapta, 75 plyuska o'rasizlar akalar. Uchalarini ham 75 plyuska beraveramiz. Telefon aloqa chiqarasizlar. Hurmatli obunachilar mana. Sovuqlikda akalar startda turganda mana. Bo'yi 72-73 sm. Haqiqiy kiyik variantidan akalar. Mana. Turishni qaranglar qo'ydi akalar. Zot tozasidan akalar. Hali qo'zi. 8 oylik atrofidagi qo'zi so'liq akalar. O'tda 3 joy qo'yadilar. Dumba razillari cho'tki. Raketa dumbadan akalar. Hali qo'zichoq. Qo'zi. Hali tug'magan akalar. Dalada yurgan. Onalari ham o'ta gigant qo'yadilar qo'ydi. Mana. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa akalar telefon qilaverasizlar yoki klichkaga yozaverasizlar mana. To'liq videosi YouTube'dagi Ilmuratov kanaliga joylaganmiz. Bemalol o'tib ko'rishlaringiz mumkin. Obunachilar mana bo'yi 85 chiqsa o'lig'imizda. Jonivordi. Yana bitta o'lchab ko'rsatib qo'ying sizlarga. Mana. Uzunligi 90 chiqdi qo'ydi mana akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Hech jonivor. Bo'g'ilyapti. Mana akalar uzunligi 90 sm. Bitta baho beramiz. Yeb ichishlari zo'r, xudo xolasa bo'g'oz mana aka. Dumbasi ham kam dumbadan qo'ydi mana. Ko'rmadim ba. Mana. Yellari ham ko'rinib turibdi, xudo xolasa.